Hurmatli Uchko'prik tumani xalqi, sizlarga bir yangiligimiz bor va Uchko'prik tumaniga yaqin bo'lgan tumandagi insonlar uchun ham bu yangilik. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida Qo'qonbo'y City MChJ tomonidan qurilayotgan turgan yangi kvartiralarimiz sotuvi boshlandi. Albatta bu kvartiralarimiz 2026-yil oxirigacha qurib bitkazib o'z egalariga topshiriladi. Bu kvartiralarimiz bir xonali va ikki xonali bo'ladi. Sizlarga kvartiralarimiz kvadratlari to'g'risida qisqachagina ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi etajda joylashgan bir xonali kvartiramiz kvadrati bo'ladi 3587 kvadrat bo'ladi. Birinchi etajda joylashgan ikki xonali kvartiramiz kvadrati 5553 kvadrat bo'ladi va birinchi etajda joylashgan ikki xonali kvartiramiz kvadrati esa 6034 kvadrat bo'ladi. 2, 3, 4, 5, 6 etajda joylashgan bir xonali kvartiramizning kvadrati 4087 kvadrat bo'ladi va ikki xonali kvartiramiz kvadrati esa 6453 kvadrat bo'ladi va ikki xonali kvartiramiz kvadrati 6934 kvadrat bo'ladi. Albatta bu kvartiralarimizni 1 kvadrat narxi 5 million so'm narx aytilyapti. Albatta hozirgi kunda ko'pchilik bilishadi, kvartiralar qurib bo'lib bitkazib bo'lingandan keyin albatta narxlar oshib ketadi. Bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga, yaqinlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Albatta ko'p insonlarning yaqinlari, qarindoshlari, tanish bilish, aka, uka, opa, singillari chet el davlatlarida musofirchilikda yurishibdi. Shu uy-joy qilay, bir o'zimga yarasha bir xonadonim bo'lsin, o'zimning shaxsiy uyim bo'lsin degan insonlarga ham bu videoni jo'natib qo'yinglar. Hozirdan to'lov qilib borishsa, albatta oradan hashlash deguncha 1 yil vaqt o'tib ketadi. Ana deb kelguncha примерно bir 80% atrofida to'lab qo'yishsa, o'z xonadonlariga ko'chib kelishliklari mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p videolar qilib berishga harakat qilamiz, lekin shu kvartiralarimiz hozir sanoqli holatda, hozirgi etapda o'zingiz xohlagan etajdan kvartirani biroq qilib qolishliklaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.